Sizni qorningiz asankalaringiz noto'g'riligini hisobiga katta ko'rinishi mumkin. Hech qanaqa ovqatdan bo'lmasligi ham mumkin. Shu uchun hozir sizga zo'r mashq o'rgataman. Asankalaringizni tez joyiga keltirish uchun. Qo'llarni bosh orqasiga qo'yamiz, tekis yozamiz va polностью shunaqa скручиваться qilamiz oldiga va yozamiz. Sekin bajarsanglar ham bo'ladi. 15 tadan sanab 4 подходdan bajarishingiz kerak bo'ladi. Oldidan qanaqa ko'rinishini ko'rsatib beraman. Mana shundoq скручиваться qildik va polni yozdik. O'zingizda albatta sinab ko'ring. Sizning rezultatlaringizni kommentariylarda doim kutib qolamiz. Va bizga sizning fikr mulohazalaringiz doim qiziq.